Salom azizlar. Men o'sha siz kutgan judayam yoqimtoy Ramashka guliman. Meni ko'rib turganingizdan xursandmisiz? Men esa sizni ko'rib judayam baxtliman. Muncha yoqimtoy bu Ramashka deyapsiz-a? Rahmat. Tabiat meni shunday beg'ubor qilib yaratgan. Men sizga faqat quvonch ulashi uchun keldim. Bilasizmi, mening choyim sizni tinchlantiradi. Charchagan paytingizda bir piyola Ramashka choy ichsangiz, barcha g'uborlaringiz tarqab ketadi. Faqat bu emas. Mening yog'in teringizni go'zal va sog'lom qiladi. Men bilan o'zingizni malikalardek his qilasiz, chunki men tabiat tuhfasiman. Uyquga ketishdan oldin ham men sizga hamroh bo'laman. Shirin tushlar ko'rishingiz uchun Ramashka har doim siz bilan birga. Sizga bir sirni ochaymi? Men Nora brendi bilan birga yanada sehrliroqman. Biz sizning go'zalligingiz va salomatligingiz haqida qayg'uramiz. Keling, doim do'st bo'lib qolaylik. Mening foydalarimni do'stlaringizga ham aytib bering. Sizning tabassumingiz men uchun eng katta sovg'a. Xayr, go'zallarim. Nora bilan hayotingiz har doim Ramashkalardek beg'ubor va yoqimli bo'lsin. Ko'rishguncha.